bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq selaman. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. O'zingizning qiymati 1 million dollarga yaraydigan musobaqa e'tibor odam deb faraz qiling. Qiymati 1 million dollarga yaraydigan ot. Undaqda siz bu etingizni kechich uxlatmamsiz. Uning kun bo'yi to'xtamay xizmat qildirib, aroq ichkizib, tamok chekizib, uni axlat yemekliklar bilan boqamsiz. Yoqdamsiz? Ma'qul. Undaqda siz qiymati 20 dollarga yaraydigan ish qilib shunda qilamsiz. 2 dollarlik mush kuchu. Yoq dedingizmi? Unda bo'lsa, siz nimishqa menga shunda qilasiz? Hay, tinchlikmi? Men sizning badaningiz. Ruxsat qilsangiz o'zimni qayta bir qatim tanishtirib o'tsam. Men sizning izchil ichingizda yashab kelayotgan oilangiz. Meningcha birga o'sib cho'ng bo'lganimiz cho'qim yodingizda bor. Men ikkimizning munosabatini unutib qolganingizni sezgachga sizga bu xatni yozyapman. Men qilgan ishlaringizga qarab to'limi umidsizlandim. Siz pul tepish uchun salomatligimni qurbon qildingiz. Bu qilganingiz faqat qamlashmadi. Chunki agar men og'rib qolsam, u topgan pullaringizni meni davolatishga xashlaysiz. To'g'ri, meni davolatishga. Texmi masxarlik bo'lg'ini. Siz ko'z oldingizdagi foydalini ko'rib, ishning haqiqatini ko'rmadingiz. Bu yerdagi haqiqat shuki, mening qiymatim milliard dollardan oshadi. Gapimga ishonmayapsiz? Ma'qul, endi sizga isbotlab beray. Navoda biroz million dollarlik chekdan birini ko'tarib oldingizga kelib, buni tuting deb uni qo'lingizga bersa, ondan men bu pulga ko'rish quvvatingizni setib olaman, lekin bundan keyingi hayotingizda quyosh nurini hargiz ko'rolmaysiz desa, siz so'dilishga unamsiz. Ma'qul, endi sizga texmi cho'ngroq misol keltirib beray. Agar u odamning qo'lida 10 million dollarlik chekdan birisi bo'lib, bu pulni olsangiz put qo'lingizdan umrlik mahrum bo'lasiz desa, siz bunga unamsiz. O'rningizda bularga men javob beray. Siz cho'qim yo'q deysiz. Yo'qirqilar intoyin ahmoqona tanlashlardir. Chunki badaningizning, ya'ni mening qiymatimni o'yinchilik pul bilan o'lchagili bo'lmaydi. Endi men yurakdan boshlab so'zlab o'tay. Navoda meni bir shirkatga o'xshatsak, yurak oylik eng munavvar xizmatchi emas, balki umrlik eng munavvar xizmatchi bo'lishga munosib. Chunki siz odam sifatida yashagan butkul hayotlik faoliyati jarayonida yuragingiz xizmat qilishdan 1 sekundni to'xtab qolmaydi. Hatto siz uxlagan chog'dami u yanni so'qishdan to'xtamay, har kuni, har minut, har sekund siz uchun armay xizmat qiladi. Hozir o'ylab baqsam, menga bir qatim rahmat deb baqaningizni bilmaydi ekanman. Men sizga qo'pol tegmoqchi emas. Faqat siz menga ko'proq ko'ngil bo'lishgan deyman. Bilaman, do'stlar Chamrikaga rasm yo'llaganda boshqalarga amalni boricha meni mukammallam chiroyli qilib ko'rsatganingiz keladi. Lekin hammamizning xabarimiz bor. Siz menga xizmat qilish haqli deb o'ylaysiz. Hozirni bir fursat deb biling. Bu filmni ko'rib bo'lgandan keyin ilgariga o'xshash aldirash tinash keyingi ularni chekib yurmay, birdam jimjit o'ltiring. Bu yerda faqat ikkimizla bor. Qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, rahmat sana odam. Yuragingizga, ko'zingizga, putingizga, bilaklaringizga, yomishq ishlatgan bir jup qo'lingizga rahmat ayting. Sizni nafaslantirayotgan o'pkingizga rahmat ayting. Mayli siz nimani qilmang, men siz uchun hammani qilishga rozi. Chunki siz men uchun hammadan muhim. Siz mening eng yaqin do'stim. Ikkimiz tanishqilina ayt uzun bo'ldi. To'g'rimi? Ikkimiz tug'ilishimizni tanishatdik-ku. Meningcha endi sizning menga tegishli javob qaytaradigan vaqtingiz keldi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yivatmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.